Shunda o'ylanshingiz, to'g'ringizni ham katta bolalarni uyi, o'ng qo'lingizni ham katta bolalarni uyi, chap qo'lingizni ham katta bolalarni uyi, mahallani o'zi kattalarning mahallasi ekan. Akalar, bu videoni Bovacha mahalladan arzonroq narxda uy olaman deganlarga jo'natib qo'yamiz. Xo'p. Bugun obzorimizda mana shu ko'rib turgan 5 to'rtli uyimiz sotuvga chiqqan, fasadi 17 metr, balandligi 7 metr ekan. Akalar, hozir uy obzorini qilaveraman. Obzordan oldin like, kommentariy, podpiska esdan chiqmasin. Uyimizning narxi $255,000 ustiga chiqib qolinglar. Yukib kelgan yerda ikkita uchta mashina uchun joy, zeleniy zonasi отдельно teng ekan. Shu mikroklimatlarni yoqib qo'yib, letniy kuxnyalarda ovqat qilib, mazza qilib o'tiradigan joy ekan. Uy kirib kelganida mana shunaqa katta hol kutib oladi. Uyimizning balandligi 4,5 metr ekan. Birinchi zalimiz, ikkinchi zalimiz. Detskiy xonamiz, eshik ham ochib qo'yibdilar orqadan, освещение yaxshi tushish uchun, sirkulyatsiya bo'lish uchun. Bu yoqqa sklad qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Ikkinchi detskiyimiz, spalniyimiz, o'zini sanuzori bilan birga, общий sanuzorimiz, ayollar uchun oshxonamiz. Okalar, videoda ko'rib turgan hamma mebel texnikamiz qoladi. Bu yerdan hovliga chiqqani ham yo'l qilib qo'yishgan. Ular zo'r qilib qo'yibdilar, polni ko'p pol qilib. O'zingiz vkusingizga qarab kinoteatrmi, sport zalmi qo'rsanglar bo'ladi.